Isroil Eronga zarba berdi. 36 yillik rahbar yostig'ini quritgan bombardimon. Ikkiga bo'lingan Eron xalqini kim boshqaradi? So'nggi 2 sutkada dunyoni larzaga solgan voqea tahlilimizda. Endi har bahorda shu bo'ladimi takror? Bizga yashillikni olib kelgan bahor Isroil va eronliklar yerini inson qoniga beladi. 1-martga o'tar kechasi va qishning so'nggi kunida Isroil Eronga zarba berdi. Mamlakat rahbarlarining ta'kidlashicha, harbiy operatsiya ekzistensional tahdid, ya'ni Islom Respublikasining yadroviy va raketa dasturlarini yo'q qilishga qaratilgan. Ommaviy axborot vositalari AQSh va Isroil rasmiylariga tayanib, Eronning siyosiy va harbiy rahbariyati, shu jumladan oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomaney va Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondonlari, shuningdek mamlakat hududidagi harbiy va yadroviy obyektlar hujumlarining maqsadi bo'lganligi haqida xabar berishdi. Bombardimonlarga javoban Eron, Isroil va AQShning yaqin sharqdagi harbiy bazalariga, Qatar, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirligi va Bahraynga zarba berdi. Yaqin sharqqa kelgan balo ilk kunidanoq mamlakat rahbari, ya'ni Xomaneyning umriga yakun yasay oldi. Qo'shma zarbalar chog'ida Tehrondagi Xomaney qarorgohi nishonga olingan. Hujum oqibatida Xomaneyning qizi, kuyovi, nabirasi va kelinlaridan biri ham halok bo'lgani aytilmoqda. Bundan tashqari Xomaney idorasiga aloqador shaxslar orasida bir necha kishi halok bo'lgani tasdiqlangan. Eron hukumati oliy rahbar vafoti munosabati bilan mamlakat bo'ylab 40 kunlik umummilliy motam va 7 kunlik rasmiy dam olish kunlarini e'lon qildi. Ali Xomaney 1989-yildan buyon Eronning oliy diniy rahbari bo'lib kelayotgan va mamlakatdagi eng katta siyosiy hamda diniy hokimiyat egasi sanaladi. U amaldagi davlat rahbaridan ham yuqori turuvchi shaxs hisoblanadi. Qurolli kuchlar, jumladan qudratli inqilob qo'riqchilari korpusi ham unga bo'ysunadi. U 1939-yilda Eronning Mashhad shahrida ruhoniy oilasida tug'ilgan. Yoshlikdan diniy ta'lim olgan. Mashhad, Najaf va Qum shaharlarida o'qigan. Unga Islom inqilobi asoschisi Ruholloh Xomaney ham saboq bergan. 1981-yilda unga qarshi suiqasd uyushtirildi. Bomba portlashi oqibatida og'ir jarohat oldi va o'ng qo'li falaj bo'lib qoldi. Shunga qaramay o'sha yilning o'zida prezidentlikka saylandi va katta ovoz farqi bilan g'alaba qozondi. 1989-yilda Ruholloh Xomaney vafotidan so'ng Xomaney Eronning ikkinchi oliy rahbari bo'ldi. Shu vaqtdan beri u mamlakat siyosatini belgilab kelmoqda. Uning siyosati qattiqqo'l boshqaruv, diniy qadriyatlarga tayanish va g'arbga nisbatan ehtiyotkor, ko'p hollarda tanqidiy pozitsiya bilan tavsiflanadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron oliy rahnamosi halok bo'lganini ma'lum qilar ekan, Xomaneyni tarixdagi eng yovuz odamlardan biri deb atagan. Trampning fikricha, Eron xalqi hozir mamlakatni qaytarib olish uchun katta imkoniyatga ega. U Eron politsiyasi, armiyasi va Islom inqilobi muhofizlari korpusi a'zolarini hozirgi hokimiyatga qarshi chiqib xalq tomoniga o'tishga chaqirgan. Shuningdek, ularga immunitet va'da qilinganini bildirilgan. AQShning Erondagi harbiy operatsiyasi 4 hafta davom etishi mumkin. Bu haqida prezident Donald Tramp Daily Mail nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Gap hamisha taxminan 4 haftalik jarayon haqida ketgan, dedi Tramp. Amerika yetakchisi Eron katta mamlakat ekanligini ta'kidladi. Shu bilan birga u harbiy amaliyot 4 haftadan kam vaqt ichida yakunlanishi mumkinligini ham istisno etmadi. Shuningdek, Tramp hammasi reja bo'yicha ketayotganini, Eronning amaldagi rahbariyati to'liq yo'q qilinganini ham qo'shimcha qildi. Eron diniy rahnamosi Ali Xomaneyning o'limi jamiyatni ikkiga ajratdi. Tehron va mamlakatning boshqa yirik shaharlaridagi odamlar ko'chalarga chiqishgan. Eron davlat nashrlari motam aksiyalari aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Tehron va Isfahondagi maydonlarga yig'ilgan yuzlab kishilar mamlakat bayroqlarini va Xomaneyning portretini ko'tarib aza tutishmoqda. 1-martga o'tar kechasi va 1-mart kuni kunduzi Italiya, Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya va Shvetsiya kabi mamlakatlarda olingan videolarda Eron diasporasi vakillari milliy qo'shiqlarni kuylab raqs tushayotgani va bir-birlariga shirinlik ulashayotgani aks etgan.
Biroq endi Erondagi eng muhim masala Xomaneyning o'rniga kim kelishi mumkin? Qariyb 40 yillik mamlakatni boshqargan rahbarning rasmiy e'lon qilingan vorisi yo'q. Shu bois yangi oliy rahbarni saylash masalasi ekspertlar kengashi 88 nafar yuqori martabali ruhoniylardan iborat organ zimmasiga tushadi. Eron tarixida bu jarayon faqat bir marta 1989-yilda Ruholloh Xomaney vafotidan keyin amalga oshirilgan va o'shanda Ali Xomaney shoshilinch ravishda oliy rahbar etib saylangan edi. Hozirda ham hukmron doiralar barqarorlikni saqlash uchun tez qaror qabul qilishga harakat qilishi kutilmoqda. Mutaxassislar bir necha ehtimoliy nomzodlarni tilga olmoqda. Ular orasida Xomaneyning ikkinchi o'g'li Mushtaba Xomaney bor. U rasmiy lavozimda ishlanmasa-da, mamlakatdagi kuchli harbiy tuzilmalar, inqilob qo'riqchilari korpusi va Basij bilan yaqin aloqada ekanligi aytilgan. Biroq hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi Eron jamiyatida salbiy qabul qilinishi mumkin. Qolaversa, u yuqori martabali diniy unvonga ega emas. Yana bir nomzod Alirizo Arafiy, u tajribali ruhoniy va Xomaneyga yaqin shaxs sifatida tanilgan. Ekspertlar kengashi raisi o'rinbosari va qo'riqchilar kengashi a'zosi bo'lgan. Ayni paytda u vaqtincha boshqaruv tizimida muhim o'rin egallab turibdi. Kuzatuvchilar uning boshqaruv tajribasi yuqori ekanligini ta'kidlamoqda. Shuningdek, konservativ qarashlari bilan tanilgan Muhammad Mahdi Mirboqiri, Islom Respublikasi asoschisi Ruholloh Xomaneyning nabirasi Hasan Xumayni va yuqori martabali ruhoniy Hoshim Husayni Bushehri ham ehtimoliy nomzodlar sifatida tilga olinmoqda. Eron konstitutsiyasiga ko'ra yangi oliy rahbar saylanguniga qadar 3 kishilik vaqtincha boshqaruv kengashi davlat rahbari vakolatlarini bajaradi. Uning tarkibiga prezident Masoud Pezeshkian, sud hokimiyati rahbari G'olam Hoseyn Mahsuni Eji va Alirizo Arafiy kiritilgan. Hozircha yangi rahbar rasman e'lon qilingani yo'q. Ekspertlar kengashi yaqin kunlarda yig'ilib nomzodlarni muhokama qilishi kutilmoqda. Yangi oliy rahbarning kim bo'lishi Eronning ichki siyosatidan tortib tashqi munosabatlarigacha katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aroqchi Xomaney o'limi yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga xat yo'lladi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomaneyning halok bo'lishi ortidan mamlakat tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga rasmiy murojaat yo'lladi. Aroqchi AQSh va Isroilning ushbu harakatini dahshatli jinoiy harakat deb atadi. Uning fikrlashicha, bu hujum xalqaro huquq normalarini chetlab o'tib, dunyo muvozanatini buzgan. Vazir agar ushbu harakatga qat'iy javob berilmasa, bu jinoyatchilarni yanada ruhlantirishi va kelgusi 10 yillik davomida xalqaro tartibga tuzatib bo'lmas zarar yetkazishini ta'kidladi. Maktubda 2026-yil 28-fevral kuni amalga oshirilgan ushbu terrorchilik harakati Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomini hamda davlat rahbarining daxlsizlik tamoyillarini qo'pol ravishda buzgani aytiladi. Aroqchining qo'shimcha qilishicha, Eron suverenitetiga qarshi qilingan bu tajovuz hech qanday provokatsiyasiz va asossiz amalga oshirilgan. Urush yana qaysi hududlarda avj oladi? Hizbulloh rasman urushga kirdi. Ular buni Isroil va AQShning Eronga to'satdan qo'shma harbiy hujumiga javob deb atashmoqda. Isroil boshlangan hujumlarni xavfdan oldingi zarba berish taktikasi demoqda. Hozirda Turkiya va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar Eron bilan jiddiy muhokamalarda. Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlar mintaqadagi aviaqatnovlarni imkonsiz qilib qo'ydi. Eron tomonidan Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn, Iroq, Kuvayt kabi mamlakatlarga zarba yo'llanishi fonida ushbu mamlakatlar o'z havo kengliklarini yopgan. Ushbu hududdagi xalqaro aeroportlar o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Ayni paytda Hizbulloh Isroilning mudofaa kuchlariga va harbiy postlariga zarba bermoqda. Ular bu qarshilikni sharafni tiklash va dushman boshlagan hujumga javob deb atashmoqda. So'nggi zarbalarda Isroil havo va dengiz harbiylari Livanning Bayrut xalqaro aeroportiga va Dahiya tumaniga zarbalar beryapti. Bugunda ko'plab xalqaro reyslar bekor qilinmoqda. Bu voqealar o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmayapti. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan fuqarolarga ushbu hududdagi davlatlarga safar uyushtirmaslik, ayni paytda o'sha yerlarda bo'lib turgan vatandoshlarimizga esa ehtiyotkorlik choralarini kuchaytirish yuzasidan tavsiyalar bermoqda. Mazkur vaziyatni inobatga olgan holda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston musulmonlar idorasi hamda tur operatorlari tomonidan tashkil etilayotgan umra safarlari vaqtincha kechiktiriladi.
Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati 2-mart kuniga rejalashtirilgan Toshkent-Jidda yo'nalishidagi navbatdagi Umra ziyoratchilari reysi ham ma'lum muddatga qoldirilishi haqida xabar berdi. Aviaqatnovlar qachondan qayta tiklanishi haqida rasmiy manbalar orqali qo'shimcha axborot berilishi ma'lum qilingan. 4 haftaga cho'zilishi mumkin bo'lgan urush tafsilotlari faqatgina bular emas, voqealar rivojini birinchilardan bo'lib Qisqa.News ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali kuzatib boring. Tahlillarimizda gaplashadigan mavzularimiz hali oldinda.